Assalomu alaykum aziz obunachilar. Videomizning ikkinchi qismi. Birinchisiga Instagramga ham video qo'ydik. O'shanga sig'ish kerak. Kamroq video bo'lsin deb qisqaroq postdan mana hozir maydalangan yong'oqimizni sovamiz. Qushlarga. Me'yordan oshib ketish kerak emas. Shu bo'ladi. Bitta qushga mana shu bo'ladi. Молодойimiz sayrashini bosib qo'noni ham mana shunaqasini qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Plasmassa o'rniga mana bunda hammasi shoxlar qo'yilgan, mana chiroyli qilib qo'yib qo'yganman. Qushlarga ham yaxshi. Mevali daraxt bo'lsa iloji boricha yaxshi bo'ladi. Ular birozni edi, u yoqdan bu yoqqa sakrab tepaga chiqib yuraveradi. Ular shunaqa. Mana bittadan sekin berish boshlab qo'lga beramiz. Keyin tepadiga beramiz. Keyin pastiga ham beramiz. Keyin ko'chadagi qo'qillarga beramiz. Shunaqa gaplar. Bizdan uzoqlashmaylar. Sizlar bilan sevimli sayroq qushlar kanali bo'ldi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib olamiz. Hammaga omad. Mana yeyishini ham ko'ryapsizlar. Voy janavar. Ol ye.